Ko'pchiligimiz sog'lom turmush tushunchasini to'g'ri ovqatlanish, muntazam sport bilan shug'ullanish va parhez qilishdan iborat deb tushunamiz. Ha, to'g'ri. Bular sog'lom turmush tarziga rioya qilishning asosiy qoidalari. Xo'sh, unda sog'lom turmush tarziga rioya qilishda nimadan boshlash kerak? Avvalambor, sizga bu nima uchun zarur ekanligini aniqlab olish lozim. Kimdir ortiqcha vazndan xalos bo'lishi, yana kimdir inson organizmining to'g'ri va faol ishlashi uchun horg'inlik va kamquvvatlik va bir necha sabablarga ko'ra sog'lom turmush tarziga rioya qilgan holda yashashni istab qoladi. Siz birinchi qadam tashlashga va buni uddalay olishingizga, bunga ruhiy tayyor ekanligingizni bilib olishingiz kerak. Keling, hozirdan boshlang va sinab ko'ring. Shifokor ko'rigidan o'tish. Shifokor sizni ko'rikdan o'tkazib, holatingizni aniqlab, eng zaruriy, to'g'ri va foydali maslahatlarni beradi. Sog'lom turmush tarzining asosida baxtli va uzoq umrli hayot yotadi. Barvaqt uxlash, erta uyg'onish. Erta turgan odamning vaqtida baraka bo'ladi. Kayfiyatining ko'tarinki, ruhan tetik bo'lishining siri ham uyqudan erta uyg'onishda. Bu ham sog'lom turmushning ajralmas qismidir. Piyoda yurish. Piyoda yurish yurak va tomir kasalliklarining xavfini pasaytiradi. Arterial qon bosimini me'yorlashtiradi. Jismoniy chidamlilik darajasini yaxshilaydi. Organizmning ya'ni erkin kislorod muhitida yashash imkoniyatlarini ko'paytiradi. 10 daqiqalik piyoda sayr qilish 1 soatlik fitness mashqlarini bajarish bilan teng. Toza ichimlik suvidan iste'mol qilish. Suv organizmdagi barcha jarayonlarning asosidir. Bir kunda o'rtacha 1,5 litrdan 2,5 litrgacha suv ichish tavsiya qilinadi. Ovqatdan yarim soat oldin suv ichishni odat qiling. Suv ichib, bir oyda 5 kiloga ozishingiz mumkin. Ovqatlanish vaqtida yoki undan keyin darhol suv ichmang. 1,5-2 soatdan keyin suv ichsangiz, oshqozon ichak faoliyatini yaxshi ishlashini ta'minlagan bo'lasiz. Endi esa biz umumiy baho bergan sog'lom turmush tarziga rioya qilishning asosiy qoidalariga o'tadigan bo'lsak, o'zingizga yoqadigan sport turi bilan muntazam shug'ullanishni boshlang. Masalan, fitness, raqs, yugurish, basseyn va hokazolar. Muntazam jismoniy mashqlar bajarish insonni tetiklashtiradi, ish faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Sport bilan shug'ullanish bilan birga to'g'ri ovqatlanish ham siz istagan sog'lom turmush tarzini qurishda asosiy vazifa hisoblanadi. Sog'lom turmush tarzi bu kundalik turmushni biologik, ijtimoiy qonunlar asosida tashkil etib, salomatlikni saqlash va mustahkamlashga qaratilgan turmush tarzidir. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, har bir fuqaroning sog'lom turmush tarziga rioya etishi sog'lom jamiyatning asosidir. Sog'lom jamiyat esa o'z navbatida mamlakat ravnaqining garovi hisoblanadi.